O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri G'afur G'ulom 1903-yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida tavallud topdi. 9 yoshda otasidan, 15 yoshda onasidan yetim qolgan G'afur avval eski maktabda, so'ngra Rus tuzem maktabida ta'lim oldi. U oktyabr to'ntarishidan keyingi yillarda muallimlar tayyorlov kursini bitirib, Yangi usuldagi maktablarda o'qituvchilik qildi. 1923-yilda bolalar uyida mudir va tarbiyachi. So'ng Kambag'al dehqon, Qizil O'zbekiston, Sharq haqiqati gazetalari muharririyatlarida ishladi. Gazeta uning uchun Dorlifunun rolini o'tadi. Xalq hayotini o'rganish, unga faol aralashish yo'lida muhim vosita bo'ldi. Uning mamlakatini himoya qilish haqidagi tantanavor she'rlari, o'tmish sarqitlarni qoralovchi hajviyalari va xalqining kundalik ijodiy mehnatini olqishlovchi asarlardan jamlangan Dinamo va Tirik qo'shiqlar nomli dastlabki she'riy to'plamlari 1931-1932 yillarda chop etildi. Urush yillarida shoir o'z ijodining butun haroratini fashist bosqinchilarga qarshi kurashayotgan xalqqa qaratdi. Uning muqarrar g'alabasiga ishonch ruhi bilan sug'orilgan she'rlar yaratdi. U sen yetim emassan, kuzatish, vaqt, sog'inish kabi she'rlar, publitsistik ocherk va maqolalar yozib, xalqni jang va mehnat g'alabasiga otlantirdi. G'afur G'ulom O'zbek tarjima maktabining maydonga kelishiga ham ulkan hissa qo'shgan. U Otello, Qirol Lir singari jahon va rus adabiyoti durdonalarini o'zbek tiliga katta mahorat bilan o'girgan. G'afur G'ulom O'zbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi edi. Unga 60 yillik yubileyi munosabati bilan O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoni berilgan. Shoirning ko'pgina asarlari Osiyo va Yevropa xalqlari tillariga tarjima qilingan. 30-yillarda G'afur G'ulom hikoya, ocherk, feletonlar qatori Neta, Yodgor, Tirilgan murda kabi qissalarni ham yaratdi. O'zbek she'riyatining otashinjarchisi, ulkan so'z san'atkori G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyulda Toshkentda vafot etgan. Vafotidan so'ng buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan.